Serjanning advokati Ayman Umarovaning kimligi noma'lum kishilarning tahdidiga uchirganligi ma'lum bo'ldi. Qozoq xabar agentligining xabar qilishicha, Xitoyning Sharqi Turkistondagi kishilik huquq tajovuzchilarini va yig'ilish lagerlarini dalillar bilan dunyo jamoatchiligiga oshkorlagan hamda Xitoyning Qozog'istondagi yerli qoraqullarining saxta video ishlab ayblishi bilan qo'lga ilingan Serjan Belashov o'g'lining advokati Ayman Umarova salohiyati noma'lum kishilarning iziga tushishiga va tahdidiga uchirgan. Saudiya Arabiston podshohi Salman bin Abdul Aziz bilan Xitoy mudofaa ministri Wei Fenghe harbiy sohada hamkorlikni kuchaytirishda o'rtaq tonish hosil qildi. Saudiya Arabiston rasmiy taratqullarining xabar qilishicha, podshoh Salman Xitoy mudofaa ministri Wei Fengheni poytaxtda ziyorati Yanama sarayida qabul qilgan. Xabar qilinishicha, ikkalan Saudiya Arabiston va Xitoy o'rtasidagi harbiy hamkorlikni taraqqiy qildirish va kuchaytirishda o'rtaq tonish hosil qilgan. Wei Fenghe 2 kunlik Misr ziyoratidan keyin Saudiya Arabistonga kelgan bo'lib, u Misrda Abdul Fattah al-Sisi bilan harbiy hamkorlikni kuchaytirishga kelishgan. Donald Trump tunugungi imzosi orqali Isroiliyaning Golan egizligiga bo'lgan egilik huquqini rasmiy e'tirof qildi. Uning qarorining keyindagi sabab bo'lsa, hayron qolarlik emas edi. Rayonda Markaziy Amerikaga joylashgan Yahudi neft shirkatining balig'i o'ttirg'i chiqdi. Isroiliyaning Falastin zimindagi ishg'oli, Amerika prezidenti Donald Trumpning vazifaga o'ltirishi va Yahudilarga ishonch berishi bilan texmi kuchaymoqda. Rossiya Tashqi ishlar ministrligi rasmiy vakili Mariya Zaharova Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning Isroiliyaning Golan egizligidagi egilik huquqini e'tirof qilish prinsipiga ishorat qilib turib, Washington doiralarining yarim oroldagi haqiqiy vaziyatning oshkorlanmasligi uchun Qrimga sayohat cheklamasi qo'yganligini, chunki buning keyindan tabiiy holda Qrimning e'tirof qilinishi keldiganligini aytdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Marokashda 25 dona aeroplanning 3 milliard 727 millionga sotilishini tasdiqladi. Shuning bilan birga F-16 V tip pasning hozir bo'lgan 23 dona o'zgarishiga doir 985 million dollarlik savdo kelishimi imzolandi. Marokash bilan bo'lgan bu savdoning Amerikaning davlat bexatarligi manfaatiga va NATOdagi ittifoqdoshlariga qaratgan siyosatiga foyda olib keladiganligini, Marokashning Shimoliy Afrikadagi iqtisodiy taraqqiyot va siyosiy muqimligini saqlashda muhim bir davlat ekanligini ta'kidladi.